Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Men nevropatolog, psixoterapevt Murodxon Usmonov. Bugun siz bilan ko'pchilikni qo'rqitadigan mavzu vahima xurujlari haqida gaplashamiz. Agar siz to'satdan tomog'ingizga nimadir tiqilganlik hissi, to'satdan kuchli qo'rquv, hozir nimadir bo'lib qolaman yoki shunga o'xshagan bir holatlarni boshdan kechirgan bo'lsangiz, buni qanchalik qo'rqinchli ekanini tushunasiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu holat qanchalik sizga tushunarli va boshqarsa bo'ladigan holat ekanligini tushunib yetasiz. Vahima xuruji paytida aslida nima sodir bo'ladi? Vahima xuruji bu zaiflik emas, bu aqldan ozish emas, bu tuzalmas bir dard emas. Bu shunchaki organizmni kuchli xavotir reaksiyasi hisoblanadi. Buni oddiy misol bilan o'xshatadigan bo'lsak, yong'in bo'lmasa ham yong'in signalizatsiyasini ishga tushib ketishiga o'xshatsa bo'ladi. Bunda nima sodir bo'ladi? Bunda tanada adrenalin ishlab chiqariladi va boyagi aytib o'tganimiz tanada titroq, bosh aylanishi, bosh og'riqlari, tomoqqa nimadir tiqilganlik hissi, qorin burab og'rib qolishi, ichi ketib qolishi va shunga o'xshash bir qancha belgilar, terini terlab ketishi yoki sovuq ter bosishi, terini tuklari tika bo'lib ketishi va boshqa bir qancha belgilarni paydo bo'lishi bilan namoyon bo'ladigan holat hisoblanadi. Bularning barchasi miyangiz sizni saqlab qolishga urinayotganlik belgisidir. Bu oddiygina fiziologiya, bu kasallik ham, xavf ham emas. Muhim joyi, vahima xurujidan hech kim o'lib qolmagan va o'lib qolmaydi. Buni yaxshilab esingizda saqlab qoling. Nega vahima xuruji davom etadi? Bunda organizmda sodir bo'lgan biror belgisidan siz qo'rqasiz va bu qo'rqqaningiz oqibatida organizmda yanagi boyagi qo'rquv gormonlari ishlab chiqariladi va yana ham sizda xavotir hislari ko'payib ketadi. Buni ruschasiga aytganda порочный круг deydi, ya'niki yopiq buzilgan halqa hisoblanadi va o'zini o'zi ishga tushirib yuradigan halqa hisoblanadi. Bu halqani buzish uchun esa bunga kurashish emas, balki vahimaga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirishingiz kerak. Vahima xuruji paytida nima qilish kerak? Birinchi navbatda vahima xuruji paytida siz ovozingizni chiqarib shu so'zlarni aytishingiz kerak. Bu oddiygina vahima xuruji, men kasal emasman va menda shunchaki qo'rquv va stress gormonlari ko'payib ketgani hisobiga tanamda turli xil o'zgarishlarni his qilyapman degan so'zlarni ovoz chiqarib aytishingiz kerak. Nega deganda, ovoz chiqarib aytganda miyangiz ovozlarni eshitgani uchun, o'zingizni ovozingizni eshitgani uchun miya tinchlanish xususiyatiga ega bo'ladi. Ikkinchi qiladigan ishimiz bu nafasimizni nazorat qilish. Qiyin bo'ladi, lekin qilsa bo'ladigan ish. Bunda nafasingizni sokinlashtirish kerak. Ya'niki nafas olish jarayonidan ko'ra chiqarish jarayoningiz ko'proq bo'lishi kerak. Misol aytaylik, 4 sekund davomida burun orqali sekin nafas olasiz. Nafasingizni 4 sekund davomida ushlab turasiz va yana nafasingizni 6 yoki 8 soniya davomida chiqarishni boshlaysiz. Bu mashg'ulotni takror bajarganingizdan keyin esa organizm tinchlik hissini his qiladi va bosh miya ham tinchlanishni boshlaydi. Uchinchi qadam bu eski, juda ham sinalgan qadam. Bunda nima qilish kerak? Bunda vahima xurujiga tushib qolganingizda, xonangizda yoki atrofingizda nimalarni ko'rib turgan bo'lsangiz, shularni nomma-nom sanab, otini aytib o'tishingiz kerak. Shkaf, stul, xolodilnik, televizor, krujka, divan, yostiq va ruchka, xohlaganingizcha xohlagan predmetni ovoz chiqarib aytishingiz kerak. Ushlab ko'ra oladigan predmetingiz bo'lsa, iloji bo'lsa ushlab ko'ring. Krujka deb ushlab ko'ring. Bu sizni miyangizni vahima xurujidan olib chiqib, haqiqiy, real hayotga qaytarishga yordam beradi. 4-chi qadam hissiyotga qarshi kurashmaslik. Sizga bu sal g'alatiroq eshitilishi mumkin, bu lekin to'g'ri maslahat bo'ladi.
kurashmaslik kerak, lekin bunga bo'lgan munosabatni o'zgartirish kerak. Boya aytib o'tganimizdek, yo'q hozir bir narsa bo'lib qolaman, voy hozir bir narsa bo'lib qolaman, hozir bir narsa bo'lib qolsachi demaslik kerak. Va buni o'rniga manda hozir vahima xuruji bu gormonlarim, qo'rquvlarim oqibatida paydo bo'lgan tanamdagi o'zgarishlar deb o'ziga to'g'ri, adekvat baho berishingiz kerak. Keyinchalik vahima xurujlaringiz bo'lmasligi uchun esa nima qilish kerak degan savol ham bor. Buning uchun esa bir necha tavsiyalar berib o'tamiz. Birinchisi, uyqu rejimingizni me'yorga solishingiz kerak. Bu degani yetarlicha miya to'yinib uxlashi kerak. Ikkinchisi, shu boyaga o'tib o'tgan xavotirli fikrlaringiz bilan adekvat ishlashni o'rganish kerak. Bemor bilan birma-bir qolib o'rgatilinadigan protsess hisoblanadi. Telefonda onlayn o'rgatib bo'lmaydi. Uchinchisi, nafas mashqlari hisoblanadi. Nafas mashqlarini yuqorida aytib o'tdik. To'rtinchisi, jismoniy mashqlarni muntazam bajarish hisoblanadi. Muntazam bajarganingizda bu organizmingizda endorfin, ya'ni xursandchilik gormoni, sizni baxtiyorlik qiladigan gormon ishlab chiqariladi va siz oz bo'lsa ham fikrlaringizdan, bo'lmag'ur fikrlaringizdan ozgina bo'lsa ham chalg'iysiz. Asosiy qiladigan ishimiz tanangizdagi bo'layotgan, sizga yoqmaydigan noxush hislarni to'g'ri qabul qilish. Ya'niki qo'rquv bilan emas, adekvat, katta inson sifatida, to'g'ri fikrlay oladigan inson sifatida qabul qilish. Teringiz quruqlashib qolsa yoki qo'lingiz qaltiraydigan bo'lib qolsa, buni qo'rqib qabul qilish emas, to'g'ri fikrlab qabul qilish. Video oxirida sizlarga nima demoqchiman? Vahima xuruji bu hech qanaqa hukm ham emas, bu hech qanaqa sizni hayotingiz tugadi degani emas, bu hech qanaqa siz tuzalmas dardga duchor bo'ldingiz degani emas. Bu shunchaki asab tizimini sezgir reaksiyasi hisoblanadi. Buni tushunish va to'g'ri boshqarishni o'rganish mumkin. Agar sizga yuqoridagi tushuntirib o'tgan tavsiyalarimni ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta bizani qo'llab-quvvatlang. Kimgadir kerakli ma'lumot deb hisoblasangiz, albatta bo'lishib qo'ying. Siz yolg'iz emassiz va albatta siz vahima xurujini yengib o'tasiz.